Qishloqda yashab, qanday qilib taqinchoqlarimga buyurtma qabul qilganman. Birinchi qabul qilgan buyurtmam egasiga yoqmagani. Qishloqda internetni qayerda ushlaganim haqida bu videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Hammaga salom. Meni ismim Farida. Navoiy viloyatini eng chekka qishlog'ida tug'ilib, shu yerda katta bo'lganman. Qo'shimcha ma'lumot uchun aytib ketaman. Oilada 3 qiz farzandmiz va onam yolg'iz o'zlari bizni katta qilganlar. 18 yoshimda ingliz tili sohasiga grant bilan o'qishga kirganman. Shu bilan men shaharga yashashga ketganman, Navoiy shahriga. 3 oylik kanikulga qishloqqa qaytib kelganman va aynan taqinchoq sotuvini qishloqda amalga oshirishimga to'g'ri kelgan. O'sha paytlari qishlog'imizdagi eng katta muammo bu men uchun internetni ushlash bo'lgan, chunki 4G emas, internet ishlagan va aynan mana shu joyda internet yaxshi ishlardi. Mana shu ayvonni tepasidagina ishlardi xolos internet. Bu uchun men ayvonni tepasiga chiqqanman. Hozir tasavvur qila olmayman qanday qilib uddalaganimni. Onlayn gruppamga rasmlar joylaganman va hattoki sessiyani onlayn topshirish uchun ham xemisga testlarimni shu joyga chiqib yechganman, bo'lmasa iloji yo'q edi. Onlayn gruppamga har kuni shu joyga chiqib rasmlar joylaganim uchun menga birinchi buyurtmam tushgan. Birinchi buyurtmam menga xuddi shunaqa korona shahardan tushgan, men esa qishloqda bo'lganman. Lekin baribir ham tavakkal qilib, qabul qilib, to'lovlarini oldindan qabul qilganman. Korona narxi 250 ming so'm edi va men 150 ming so'mini oldindan olganman. Korona uchun kerakli narsalarni esa o'sha shaharni telefon raqami bor edi menda. Ular bilan gaplashib, men uyimgacha dastavka qildirganman qishlog'imizga. Bu menga 50 ming so'mga tushgan va uygacha olib kelib bergani uchun 30 ming so'm taksiga berganman. 50 ga 30, 80 ming rasxod ketgan. 250 mingdan ayrami 80ni 170 ming so'm menga sof foyda qolishi kerak bo'lgan. Shunaqa qilib koronani bir amallab, eplab zo'rg'a yasaganman. Buyurtmani qolgan pulini esa olgandan keyin berishlariga kelishgandek, shaharga qatnaydigan taksimiz bilan berib yuborgandim. O'zlari dastavka pulini berib olganlar. Qolgan pulini to'lov qilish uchun menga telefon qildilar va aytdilarki, korona uncha ham akkuratniy emas. Menga yoqdi, lekin juda ham akkuratniy emasligi uchun men sizga to'liq pulni tashlay olmayman. Rozi bo'lsangiz 50 ming so'm kam beraman deganlar. Men rozi bo'lganman, chunki hali meni o'zimni ishimga nisbatan ishonch sust edi. Menga 250 ming so'm emas, общий hisobda 200 ming so'm to'lov qildilar va 80 ming rasxotim bilan menga sof foyda 120 ming so'm qolgan bitta koronani o'zidan. Sekin astalik bilan menga boshqa viloyatlardan buyurtma tushishni boshlagan, ammo qishloqda turib ularni yetkazib berish men uchun oson emas. Hammadan surishtirib oxiri men topganman, shaharda atiga 5 ming so'm bilan butun viloyatlarga bir kunda yetkazib beradigan tezkor pochtalar borligini. Meni vazifam esa hech bo'lmasa o'sha pochtagacha buyurtmalarimni yetkazib berish edi. O'sha pochtaning narxi hozirgi kunda 25 ming atrofida, lekin bu ham juda ham arzon hisoblanadi va pochta pulini mijozni o'zi to'lab oladi. Onam shaharga qatnaydigan bitta taksini gaplashib berdilar. Haftada bir kun men o'sha pochtalarimni taksiga berib yuborardim. U borib pochtaga olib borib berardi. Ismi, telefon raqamini yozsam, shuni o'zi kifoya edi. Xullas, shunday qiyinchilik va izlanishlar bilan men o'z sotuvlarimni qishloqda yo'lga qo'yganman. Bu videoni men qishloqdaman, shu uchun men yo'lga qo'ya olmayman deb o'ylaydiganlar uchun real va hayotimda haqiqatdan bo'lib o'tgan bu voqea yaqinlarim biladi. Aynan shu yo'llarni bosib o'tganim uchun ham hozirgi kunda meni shaxsiy brendim bor. Xurustalbay Farida brendi ostida meni 100 mingdan ortiq ayollar taniydi. 1,5 mingdan ortiq ayollarga esa shu sohani onlayn o'rgatdim. O'sha payt boshlaganim, harakat qilganim va taslim bo'lmaganim uchun ham hozirda shaxsiy daromadim bor. Insonlar oldida hurmatim, o'z qiziqishim, hunarim bor. So'nggi rusumli telefonim bor. Xullas, bu hunarim menga juda ham katta imkoniyatlarni ochib bergan. Meni kursimga qatnashish orqali boshlang'ich ish qurollarini bepulga olishingiz mumkin. Hamma zakazlarga ulgurmasdan charchab qolishlaringiz ham mumkin. Mana shu ko'rib turganlaringiz hammasi meni o'quvchilarimning ishlari. Bir oyga bormasdan meni kursimdan professional o'rganishgan. Keling endi kursim haqida ham ozgina ma'lumot berib o'taman. Kursim nomi Xurustal va Telegram yopiq kanalida video darsliklar orqali mingdan ortiq o'quvchilarim o'qib natijaga erishgan. Kurs video dars holatida bo'lgani uchun sizga qulaylik yaratadi
yo'llari vaqtingizga qarab o'rganishingizni va detallarigacha har bittasi alohida ko'rsatilgan va sir asrorlari o'rgatilgan noldan boshlab. Bu kursimda sarpaga mos taqinchoqlar, tilla qo'shlar, har xil koronalarni ham zebigardonlarni o'rganishingiz mumkin. Kurs taqinchoq yasashdan tashqari o'z ichiga shaxsiy brendingizni rivojlantirish, Instagramda, Telegramda qanday qilib sotish, rivojlanish, obunachilarni ko'paytirishni ham o'z ichiga oladi endilikda. Bu bilimlarni egallash uchun mana o'zim $1000 dan ortiq pulimni bilimga, kurslarga tikkanman. Siz esa atiga 650 ming so'm ichida ham hunar o'rganib, ham qanday qilib sotuvlarni yo'lga qo'yishni, shaxsiy brend qilishni ham o'rganishingiz mumkin. Hoziroq kursga yozilgan 30 ta insonga boshlang'ich ish qurollarini bepulga sovg'a qilib jo'natamiz. Buning uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali bog'lanib kursga yozilishingiz mumkin. O'z shaxsiy brendimdan Uzumda sotuvini boshlayapman va eng quvonarlisi bu taqinchoqlarni menga o'quvchilarim yasab berishadi. Bu degani men ayollarni ham ish bilan ta'minlay olaman. Telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali bog'lanib kursga yozilishingiz mumkin.